kiyim polni Issiq tekinga. oyoq kiyimni polni taqib olaman. Bu kam. Tekinga. Olishbek, qalaysiz, uzunsiz? Yaxshi, rahmat. Nima bo'pti, savdo? Savdo ashi mazasi yo'q. Nimaga? Bilmayman, bu yerlarda hech kim kelmayapti ham, hech kim qaramayapti. Ya, Instagram nima bo'ldi? Instagram va 5 ta obunachi bor, 5 talasi ham o'zimning og'anlarim. Bo'lmayapti, hech kim ko'rmaydi ham, bilmayman nima bunaqa. Qarang. Shu videomiz agar 50 mingta prosmotr, 10 mingta like, 10 mingta kommentariy bo'lsa, Xo'p, nima qilib bera olasiz? agar shunaqa bo'lsa, mana bu yerdagi polni oyoq kiyimlarni 30 tarisini polni tekinga tarqatib yuboraman. 30 ta oyoq kiyim polni Issiq tekinga. oyoq kiyimni polni tarqatib yuboraman. Bu kam. Tekinga. Bu kam. Endi nima qila olasiz? Polni kiyinishda 399 ming qila olasizmi? 399 ming. Polni kiyinish. Xohlagandan keladi. Ha, ko'ylak oladi, shim oladi, bitta oyoq kiyim oladi, 399 ming. Bo'pti, mayli. Bo'ladimi? Qachongacha bo'ladi bu? 3 kun shunaqa davom etadi. Bo'ldi. Videoni qo'yamiz hozir. Ertaga 3 kun vaqt beramiz. 3 kun ichida 50 ming prosmotr, 10 mingta like, 10 mingta kommentariy bo'lsa, bo'ldi.